فاصبر صبرا جميلا. Uvaysning timqaro ko'zlari bedor. Bir kuni keksa onasining qo'llarini o'pgach, qishloqliklarning tuyalarini oldiga solib qir tomon yo'l oldi va o'sha kundan boshlab Yaman elida Uvays al-Qarani deya nom chiqardi. Yuragidan zavq ila beqaror holga kelgan oshiq Yunus yozildi. Rumda ham ajamda oshiq bo'lganim, Yaman ellarida Uvays al-Qarani haq payg'ambar sevdi va do'stim dedi. Yaman ellarida Uvays al-Qarani go'dakdir oxirat g'amini yedi. Malaklar poyiga qanotin yoydi, Rasulning muborak harqasin kiydi. Yaman ellarida Uvays al-Qarani valilar oldida kamar belida, oq nurdan xoli bor o'lchab qo'lida. Uvays sulton deyilar haq divonida. Yaman o'lkasida Uvays al-Qarani bomdod namozini o'qib ketardi, sezdirmay Rabbiga niyoz etardi. Yagona maslagi tuya boqardi. Yaman o'lkasida Uvays al-Qarani hatto bir aqchaga rozi edi u, yarmini zakot deb ulashardi u. Tuyalarla zikr tushar edi u. Yaman o'lkasida Uvays al-Qarani qo'lida asosi xurmo shohidan, aslo xato kelmas uning tilidan. Egnida harqasi tuya yungidan. Yaman o'lkasida Uvays al-Qarani yostig'i tosh edi, to'shagi teri. Ummatni jannati aylamoq qasdi, haqning suyuklisi, Habibning do'sti. Yaman o'lkasida Uvays al-Qarani onasidan izn oldi, jo'nadi. Ka'ba yo'llaridan o'tdi, aylandi. Muborak uyga bordi, topmadi. Yaman o'lkasidan Uvays al-Qarani payg'ambar masjiddan uyiga keldi. Vaysalning nurini eshikda ko'rdi. So'rdi Oyshadan uyga kim keldi? Yaman o'lkasidan Uvays al-Qarani Yunus aytarkining biz ham boraylik, oyog'in gardiga yuzlar suraylik, haq nasib aylasin qo'shni bo'laylik. Yaman o'lkasidan Uvays al-Qarani qalbi ilohiy ishqa to'la Uvays tog'u